Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Germaniya hökuməti Xitoyga vizasiz sayohat qiluvchilarni Xitoyning Sharq Turkistondagi nazorat haqida ogohlantirgan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligining rasmiy uqtirishida ko'rsatilishicha, 6 avgustdan boshlab yana bir qatam Xitoy Germaniya fuqarolariga 30 kunlik viza sayohatini yo'l qo'ygan bo'lib, bu 2025-yili 12 oyning 31 kunigacha kuchga ega ekan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi bu munosabat bilan ba'zi ogohlantirishlarni bergan. Uqtirishda Uyg'urlar rayonida saqchi kontrolining og'irligi, har qachon saqchilarning tekshirishi va so'roqqa uchrash ehtimolligining borligini, sayohatchilarning doim nazorat qilinib turadiganligini, suratga tortish va singa ilishda ehtiyot qilish lozimligini, har qachon tekshirishni qabul qilish ro'yi holatida bo'lish kerakligini ta'kidlagan bo'lib, bu uqtirishning Sharq Turkistonga aloqador qismida mundaq deyilgan. Rayonga sayohatga borganda alohida ehtiyot qiling. Xitoy hukumatı bu rayonning bexatarlik tadbirlarini ko'rinarli kuchaytirdi. Ommaviy qatnashni ishlatganda aerodromdagilarga o'xshash bexatarlik belgilamalari qo'llanildi. Suyuqliq va qitiqni o'z ichiga olgan narsalarni ilib yurish ma'ni qilindi. Saqchilar keng ko'lamda har yerda mavjud. Bo'libmi shaharlarda va ularning kirish nuqtalari va asosli qatnash tugunlarida taxmiq qattiq kontrol qilish yo'l qo'yilgan. Harakat erkinligi cheklangan. Shaxsiy yuktoq pasportni tekshirish, bozor, bog'cha va ommaviy maydonlarga kirish nuqtalaridagi o'lchamlik odat. Chet ellik sayohatchilar cho'qim pasportini ko'rsatishi, telefon nomerini ta'minlashi hamda saqchilarning tekshirishida tortilgan surati bo'lishi, bexatarlik qismlar tarafidan tafsiliy so'roq qilinishga har qachon tayyor turish kerak. Sayohatchilar har qachon vaqtli tutib turilishi mumkin. Bo'libmi yaqin yillardan buyon u rayonda chet elliklarni qo'lga olish va pasportini musodir qilish vaqalari ko'paydi deyilgan bo'libmi Uyg'ur pushtidan bo'lgan kishilarning alohida ta'sirga uchraydiganligi haqida ogohlantirib, bo'libmi agar siz Uyg'ur millatidan bo'lsangiz yoki u yerdan yaqin shaxsiy aloqangiz bo'lsa, chet ellarda namoyishlarga qatnashgan bo'lsangiz, og'ir oqibatga duch kelish mumkinligini ta'kidlab, bexatarlik qismlari tomonidan maxfiy nazorat va kontrol qilinganligini, Xitoy chegarasi ichida VPN ishlatish, Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ishlatishning cheklanganligini, ularning tordagi faoliyatini izqoqlab, elektronlik uskunalarda saqlangan sonliq ma'lumotlarning o'g'irlikcha yig'ilganligini, elektronlik uskunalar daxl taruzga uchraydiganligi haqida tafsiliy ogohlantirgan. Stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi ve Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon efendim o'zining fikrlarini o'rtoqlashib mundaq dedi. Germaniya vatandaşı bo'lgan bir Uyg'ur bo'lish bilan men Germaniya tashqi ishlar ministrligining yaqinda chiqargan sayohat ogohlantirishini qizg'in qarshi olaman. Bu ogohlantirishdan shuni aniq ko'rilishi mumkinki, Sharq Turkistondagi Xitoy hokimiyatining ig'ir bostirishi, taqibi hali ham mavjud. Bu ogohlantirishda shuni aniq eskartibdi. Sharq Turkistonga borgan har qanday kishi, mayli u Germaniya pasportini ko'tarib olgan bo'lsa-mu, har qanday vaqtda Xitoy hokimiyatining soqchilari tomonidan so'roqqa uchrashi, tutib ketilishi va hattoki qo'ldagi pasportni tortib olinishi mumkin ekan. Bu yerda ogohlantirishda alohida qilib Germaniya vatandashi bo'lgan Uyg'urlarningki bu xavfga uchraydiganligini eskartibdi. Bu eskartish va ogohlantirish nuqtalarida mencha o'g'a vaqtida faqat Germaniya vatandashi bo'lgan Uyg'urlarga emas, balki butun dunyodagi Uyg'urlarga qilingan bir ogohlantirish deb o'ylayman. Xitoy hokimiyatininki va uning gumashlarininki Sharq Turkistondagi ahvol normallashdi qilib ko'rsatayotgan tashviqotlarga oldinib vatan ketayotgan qarindoshlarimiz bundan tanbih ilish kerak, bundan dars ilish kerak. Germaniya hukumatininki bu sayohat ogohlantirishi amaliyotda butun Uyg'urlar qilingan bir xitob. Mush ayning 2 kuni Amerika Avam palatasi ikki partiyaning keng qo'llashi bilan Uyg'ur siyosati qonunni qabul qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar va boshqa Turkiy millatlarga qarshi elib berayotgan og'ir kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi kuchli qadam tashlagan. Bu qonun loyihasini Avam palata a'zolari Yang Kim,
Amy Bera va Gregory Mix 2025-yili 3-aprelda palataga sungan bo'lib, mazkur qonun loyihasi Amerika tashqi siyosatida Uyg'urlarni qo'llaydigan keng doiralik bir strategiya tuzishni maqsad qilgan. 2025-yili 9-aprelda Avam palatasi Tashqi ishlar komitetida to'liq ovoz bilan qabul qilingan bu loyiha Uyg'urlarning dini, madaniyati, til va milliy kimligini qo'g'dashni Amerika tashqi siyosatining nishonlaridan bir qilib belgilagan. 2025-yili 2-sentabr kuni, ya'ni tunigun o'tkazilgan ovoz berishda Cumhuriyetchi va Demokrat har ikki partiyaning qo'llashi bilan mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan qabul qilindi. Mazkur qonun loyihasida Amerika tashqi ishlar ministrligiga Uyg'urlarga doir siyosat, plan va loyihalarni moslashtirish vazifasi, Uyg'ur muhojirati bilan yaqin aloqani davomlashtirish, Uyg'ur vijdon mahbuslarining qo'yib berilishi uchun kuchli diplomatik besim ishiltish, Amerikadagi Uyg'urlarga qarshi chegara halqagan bostirishga qarshi strategiya tuzish va Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur mulozimatini qo'llash qatorli xizmatlarni qilish tilga ilingan. Uyg'ur siyosat qonuni Amerika tarafidan Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlarining asosiy inson huquqlarini qo'g'dash uchun ilingan eng muhim qadamlardan biridir. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida loyihani tayyorlagan va sungan barliq Avam palata a'zolariga cho'nqur rahmatini va minnatdorligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim mazkur qonun loyihasining ma'qullanishi uchun ko'p kishi qargan va hamdamda bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur jamiyati va Uyg'ur harakatiga minnatdorligini bildirib, bu qonunning Kengash palatasida eng qisqa vaqt ichida qabul qilinib, ijro qilinishga boshlanishini taqozolik bilan kutadiganligini, mazkur qonunning Uyg'ur xalqi uchun xayrlik bo'lishini tilaydiganligini bildirgan. Uyg'ur siyosati qonun loyihasining ma'qullanishiga naq maydonda kuzatuvchi sifatida qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Umar Qanot apandi o'zining Facebook sahifasida e'lon qilgan videolik izohatida munolarni degan. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bir 2 soat qilib men sizlarga nima orqali so'z qilib Amerika Davlat Meclisi ekanligini, Amerika Davlat Meclisi Avam palatasining umumiy yig'in zalidagi oldida turib so'zlagandim. Bugun Yon Kim xonim tarafidan sunilgan Uyg'ur siyosat qonunininki Amerika Davlat Meclisi Avam palatasida ovozga qo'yilganligi haqida so'zlagandim. Shu ishga kirdik. Ishga hozir 2 soat Amerika Davlat Meclisi Avam palatasining umumiy yig'in zalida Amerika Davlat Meclisi a'zolari Uyg'ur siyosat qonuni ustida talash-tortishlar ilib bordi, munozaralar bo'lindi va oxirida hammanglar xush xabar Amerika Davlat Meclisi Avam palatasi Uyg'ur siyosat qonunini ko'pchilikning ovozi bilan, mutlaq ko'pchilikning ovozi bilan qabul qildi va bu qonun bugun bu Avam palatasidan nəhayət muvaffaqiyatli o'tdi. Bu biraz hayacanlandım çünkü bir yerdeki talaş tartışlar beni nəhayət çok oyğu saldı. Amerika Davlat Meclisi a'zolari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining davomlashayotganligini, Xitoy hukumatining Xitoy siyosatini texmo qattiqlashtirganligini, Uyg'urlar ustidagi siyosatini texmo kuchli, texmo cho'ng besim bilan elib berayotganligi, Uyg'urlarni butunlay yo'q qilish, Uyg'urlarning peyini qirqish siyosatini uzluksiz davomlashtirayotganligini va bu Uyg'urlarga qaratgan bu bostirish siyosatining burun o'ylagandanmi nəhayət cho'nqur, nəhayət keng doirali, nəhayət keng ko'lamli bo'lganligini tilga oldi. O'zlarininki Uyg'ur siyosat qonuni ustidagi munozaralar va bularninki bu so'zlari Amerika Davlat Meclisi a'zolarining so'zlari mushu munbarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki nəhayət shiddat bilan davomlashayotganligini bularning tilga olganligi meni qattiq o'yga soldi. Chunki ba'zi insonlarimizning hozir vatanni ziyorat qilib kelib, u yerdagi vaziyatninki yaxshilanib ketganligini, hech nimaning hatto nəhayət hammasining normallashayotganligi haqida so'zlayotganligi
meni qattiq o'yga soldi, qattiq afsuslantirdi. Hatto tas oldiga yig'lab biz kichkina o'zimiz tilaylik. Bu irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini hammalar his qilaydi. Bu yerda boshqa insonlar, boshqa davlatningki eng yuqori qatlamdagi insonlar bu irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini so'zlayotsa, bizning insonlarimiz qo'pib bu irqiy qirg'inchilikni yo'qqa chiqarish uchun Xitoy bilan hamkorlashyapti. Xitoyningki nilg'im yog' suryapti. Buni to'xtayli aziz vatandoshlar. Bugunki bu qonunninki bu Amerika Davlat Majlisining o'tishi buningki hech qachon inkor qilinmaydigan Xitoy hukumatining har qanday o'yinlarga qarshi bu qirg'inchilikning davomlashayotganligining bir isboti. Shuni men biraz hayajonlandim. Chunki sizlar bilan bu hislerimni o'rtaqlashdim. Rahmat. Ama anlamda hoş xabar. Bu Amerika Devlet Meclisi bugün Avam Palatası'da Uygur Siyasi Kanunu Yong Kim Hanım ve Ami Beyra Efendim tarafından sunulgan Uygur Siyasi Kanunu mutlak köpçülükle avazı bilen Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası'da. Shveysariya Uyg'ur jamiyati bugun Xitoy poytaxti Beyjingda o'tkazilayotgan 3-sentabr Zafar bayrami haqida bayonot e'lon qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvona Ilhomning Xitoyning g'albi kuni Sharq Turkistondagi mustamlikachilikning niqoblari temasida e'lon qilgan bu bayonotida mundaq deydi. 9-oyning 3-kuni Beyjing Yaponga qarshi urushda g'alaba qilganligining 80 yilligini xotirlaydi. Xitoyning har qaysi joylarida bu kunni ozodlik va milliy ittifoqlik bayrami qilib bekitadi. Ammo Xitoy atalmish Xinjiang deb ataydigan aslidagi nom bilan bizning vatanimiz Sharq Turkistonda bo'lsa, bu kun boshqacha bir ma'ni ifodalaydi. Sharq Turkistonning aslidagi qadimdan shu jo'grafiyada yashab kelgan Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va boshqa Turkiy xalqlari uchun aytganda, bu ozodlik kuni emas, balki 70 necha yillik ishg'oliyatni ko'rsatadi. 1933 va 1944 yillari ikki qatim Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan. Shundaqla bu rayonning uzundan buyon o'z taqdirini o'z belgilash orzusini dunyoga jakarlagan edi. Ammo Stalin bilan Mao'ning hamkorligida Uyg'ur xalqining qon tari badli kelgan bu mustaqillik hiyla-nayranglar, yolg'on va'dalar bilan murakkab tarixiy vaziyatda Uyg'urlarning qo'lidan tortib olinib, atalmish Junxo Xalq Jumhuriyatining bir parchasi qilib etildi. Sharq Turkiston Milliy Armiyasi Xitoy armiyasining 5-korpus qilib o'zgartirilib, 1955-yilga kelganda atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurildi. Bu amaliyotda Sharq Turkiston uchun bevosita mustamlikachilikning boshlanishi edi. Shveysariya Uyg'ur jamiyati bu bayonotida yana Xitoyning har davrda ilib borgan qirg'inchiliklarni atrofli yoritib bergan bo'lib, bu haqda mundaq deydi. Beyjing yutilish qadamini teziltib, 20-asrning 50-yillarda oldi bilan yerlik sarxillarga qarta tozalash ilib bordi va atalmish mustamlik mashinasi bo'lgan Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish atirtini qurib, Sharq Turkistonning eng munbat va kon boyligi mo'l rayonlariga strategik holda yerlashtirdi. Orqadan boshlangan atalmish madaniyat inqilobi mezgilida rayonni harbiylashtirish bilan bir vaqtda masjidlarni taqidi, Qur'onlar ko'ydirildi va diniy zotlar, olimlar, ziyolilar va ayni vaqtdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatida askar bo'lganlar, vazifa o'taganlar, Uyg'ur xalqining boylari, ish dunyosining oldida mangan kishilarga ziyonkashlik qilib, Uyg'ur xalqining tarixini o'chirishga, madaniy meroslarini yo'qotishga, xalqning milliy engini tozalab, assimilyatsiya qilishga boshladi. Tarixda qadimgi Ipak yo'lining markazi bo'lgan, dunyo madaniyatiga o'lmas to'kpilarni qo'shgan Sharq Turkiston dunyo tarixida ko'rilib boqmagan darajada ziyonkashlik uchradi. 80-yillarda Xitoyda boshlangan islohot davri Xitoy iqtisodining o'sishini olib kelgan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkistonga nisbatan cheriklik, barobarsizlik, assimilyatsiya va qirg'inchilik siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. 90-yillardan boshlab Beyjing hukumati Uyg'ur xalqining yurak sadosi, erkinlik va barobarlik sadosiga terrorlik deb aniqlam berib, aslida mavjud bo'lgan ziddiyatni taxim keskinlashtirdi va Uyg'ur xalqini millat sifatida terror va bo'lginchilik bilan ayblab, har fursatda qirg'in qildi
va bu qirg'inchilikni terror qarshi turish nomida dunyo jamoati oldida qonunlashtirishga urindi. Xitoy hukumatı buning bilan to'xtab qolmay yana 2014-yildan boshlab Xi Jinping davrida bostirishni texim kuchaytdi. Atalmış qayta tarbiyalash lagerlarida keng ko'lamda tutib turish, qirg'in qilish, keng ko'lamda raqamlik nazorat qilish, Uyg'ur nüfusini kontrol qilish, ayollarni tug'mas qilib etish, bolalarni oilasidan majburiy ayirib etish, dinni cheklash va Uyg'ur tilini, ma'rif va Uyg'ur xalqining hayotidan o'chirish uchun eng vahshiy qirg'inchilik siyosatini yurgizdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va G'arb davlatlari buni rasmiy holda insoniyat qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik deb tanidi. Shveysariya Uyg'ur jamiyati bayonotida yana Xitoyning atalmış Zafar bayramiga qatnashayotgan Turkiy davlatlarining rahbarlariga chaqiriq qilib, mundaq deydi: Navbatda Xitoy hukumatı xalqaro jamiyat tarafidan Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblanayotgan Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik davlatlari Xitoyga qarshi har xil jazolash tadbirlarini yo'lga qo'ygan bir vaqtda Beyjingda o'tkazilayotgan atalmış 3-sentabr g'alaba bayrami Xitoyning qora niyat uchun qurilgan Shanxay hamkorlik tashkilotining boshliqlari yig'ini bilan orqa-orqa o'tkaziladigan bo'lib, buningga qatnashadigan Turkiy davlatlarining rahbarlariga bu kunning Sharq Turkiston xalqi uchun aytganda qor kun ekanligini ta'kidlash bilan birga saxta avtonomiya bilan Uyg'urlarning vatanining mustamlik qilinganligining 70 yillik bu qor kunda tabriklashga qatnashmaslikka va qarindoshlik bog'larimizni texim ig'ir zedilmaslikka chaqiriq qilamiz. Hörmətli görürmənlər, yuqarı diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.